Nijosatga aloqador hukmlar. Dinimiz pokizlikqa alohida ahamiyat beradigan din. Shuning uchun namoz o'qimoqchi bo'lsak, kiyimimiz, badanimiz va namoz o'qimoqchi bo'lgan o'rinning har qanday nijosatdan pokiz bo'lishi farzdir. Nijosatlar ichida eqib chiqqan qon, cho'ng kichik tahorat, hayz, normalsiz hayz va nifas qonlari, mani, haroq, go'shi haram hayvonlarning suyuq va tezaklari, to'xu o'rdakning mayiqi, qo'y kalaga o'xshash go'shi halol hayvonlarning mayoq tezaklari ig'ir nijosatlar qatoriga kiradi. Bu ig'ir nijosatlardan tangidan cho'ng miqdorda kiyimimiz yoki badanimiz yoki namoz o'qimoqchi bo'lgan o'ringa tegib ketib qolsa, namozimiz to'g'ri bo'lmaydi. Nijosatlar ichida yana qo'y kalaga o'xshash go'shi halol hayvonlarning suyugi, go'shi harom qushlarning mayiqi yenik nijosatlar qatoriga kiradi. Bu yenik nijosatlar kiyimimiz, badanimiz va namoz o'qimoqchi bo'lgan o'rinning 4dan 1ga yetmagan qismiga tegib ketib qolsa, namoz to'g'ri bo'ladi. Agar 4dan 1ga yoki uningdan ortiq miqdorda tekkan bo'lsa, namoz to'g'ri bo'lmaydi. Bu yerda mundaq bir muhim eskartma bor. Qo'y, kalaga o'xshash go'shi halol hayvonlarning qig'lari ig'ir nijosatga tava, ammo suyuklari yenik nijosatga tava. Yana bir eskartma. To'xa va o'rdakdan boshqa kaptar, qushqochga o'xshash go'shi halol qushlarning mayoqlari nijosat qatoriga kirmaydi. Ya'ni kaptar, qushqochning mayoqlari kiyimimiz yoki badanimiz yoki namoz o'qiydigan o'ringa tegib ketib qolsa, namoz o'qishga bo'laveradi. Nijosat pokizlash usuli. Nijosat pokiz suv, gul suvi va sirkaga o'xshash har qanday pokiz suyuqlik orqali tozalanadi. Agar suyuq va maynat suvga o'xshash yuqqan o'rinda ko'rinmaydigan nijosat bo'lsa, ko'nglimizda pokizlandi deb qarg'an qadar yuvish orqali tozalanadi. Ko'rgili bo'ladigan nijosatning qayta yuvgandan keyingi purqi va rangiga o'xshash yo'qotish qiyin bo'lgan yoki yo'qotqilib bo'lmaydigan ta'sirlari pokizlanganligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni chiqarish qiyin bo'lgan bu ta'sirlari buning pokizlanganligiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu pokizlanganlik hukmida bo'ladi. Oyoq kiyimimizga tezak va to'xpoqqa o'xshash nijosatlar yo'qib, qurib qolgan bo'lsa, qirib chiqarib o'tish orqali pokizlasak kifoya. Agar ho'l holatda bo'lib qolsa, yuvish orqali tozalaymiz. Kiyimdagi qurib qolgan manini uvlash orqali pokizlasa kifoya. Ammo ho'l holatda bo'lib qolsa, yuvish orqali pokizlanadi. Aynak va qilichdagi nijosat surtish orqali pokizlansa kifoya. Yerdagi nijosat qurib, ta'siri yo'qolgan bo'lsa, u yerda namoz o'qishga bo'ladi. Ammo tayammum qilishga bo'lmaydi. Tira oshlangandan keyin ustida namoz o'qishga bo'ladi. Ammo cho'shqa tirisi oshlanish bilanmi pokizlanmaydi. Ya'ni uning ustida har qanday ahvolda namoz o'qishga bo'lmaydi. Istinjo qilish usruqdan boshqa oldi-keyin ikki yo'ldan bir narsa chiqish bilan sunnat bo'ladi. Istinjo suv, tozliq qog'ozi va chalmoga o'xshash har qanday pokizlovchi narsalar bilan pokizlanguncha tozalanadi. Ammo suv bilan istinjo qilish afzal. Agar nijosat maqaning sirtiga chiqib ketgan bo'lsa, cho'qim suv bilan istinjo qilish kerak. Istinjoda o'ng qo'lni ishiltish, so'ngak ishiltish, tizak ishiltish va yemakliklar, qetib qolgan yemakliklar bilan istinjo qilish to'g'ri emas. Hojat qilganda mayli uyda bo'lsin yoki sahroda bo'lsin, qiblaga qarab o'tirish makruh.